Eron teokratik davlat va teokratik respublika. Tasavvur qiling, teokratik respublika degan model mutlaqo yangilik insoniyat uchun. Bunaqa model bo'lgan emas. Eronning konstitutsiyasi Hadid surasi bilan boshlanadi. Har qanday qonun Qur'oni Karim asosida qabul qilinishini bildiradi. Eron konstitutsiyasining yo 56 yo 57-moddasida butun hokimiyat mutlaq Xudoga tegishlidir deydi. Sotsial masalalar bo'yicha bu hokimiyatni insonga bergan deydi. Erondagi siyosiy iroda uncha davlatda mavjud emas. Ulardagi parlamentning kuchliligi. Shuni hayron qolyapman-da, bir vaqt o'zida oliy teokratik davlat, ya'ni yakka shaxsning qo'lida hamma hokimiyat bor deydi. Prezidentda ham vakolat ko'p deydi. Undan tashqari parlament bunchalik kuchli. Buni 3tasini bir-birida jam qilganligi juda noyob qilinishi. Yana bir yigit bor, kitob savdosi bo'yicha, nashri bo'yicha shug'ullanadi, nashriyoti bor, o'zining kitob do'konlari bor. Eron Islom Respublikasidagi kitob ko'rgazmasiga borib keldi. Eron kitobxonligi Turkiyadan ustun ekan. Endi O'zbekiston bilan solishtirib bo'lmaydi deydi. Shu darajada kitobxon xalq deydi. Bizda kamida 100 ming, 120 ming bo'ladigan kitoblar 20 ming, 30 ming ekan. Davlat shu darajada so'mga solishtirganda shu darajada davlat dotatsiya qilar ekan buni kitob o'qishga. Hattoki Eronning o'zida bo'lishi taqiqlangan adiblarning ham kitoblariga taqiq yo'q ekan. Qattiq senzura qilinadigan davlatni bizga ta'riflaydi, lekin amalda boshqacha. Men bilardim kinolari juda ham sifatli bo'lishini, Eron kinolari, lekin kitoblari haqidagi gaplari men uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. O'zi aslida taxmin qilish mumkin ekan. Mana tavsiya qilaman. Eron juda ham ma'noli filmlar ishlaydi.